Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi darsimiz savodga o'rgatish davri darslariga reja matn tuzish hisoblanadi. Ushbu darsimiz, ya'ni ushbu taqdimotimizda ona tili darslarida savodga o'rgatish davrining har bir bosqichlari, maqsadi, asosiy vazifalari keng tarzda tushuntirib beriladi. Savodga o'rgatishning ahamiyati bu har bir shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida eng katta poydevor hisoblanadi. Bunda bu davrda bolaning kelajakdagi o'qish o'rganishiga, axborot qabul qilishiga hamda bilimlarni qayta ishlash qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ona tilini o'rgatish, puxta bilish, fikrlarni to'g'ri ifodalash va tushunish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ona tilini o'qitishning asosiy maqsadi ona tilida to'g'ri va ravon yozish, o'qishni o'rgatish, shuningdek, og'zaki va yozma nutqlarni shakllantirish hisoblanadi. Savodga o'rgatish davri 3 bosqichdan tashkil topgan hisoblanadi. Bu birinchisi tayyorlov davri, asosiy davr va mustahkamlash davri hisoblanadi. Tayyorlov davrida bu bosqich o'quvchilarni harflar va ularga tegishli bo'lgan tovushlar bilan tanish hisoblanadi. Masalan, tovushlarni farqlash, ularni to'g'ri talaffuz qilish hamda harflarni vizual shaklini, qay darajada yozilishini bilib olishlari hisoblanadi. Ikkinchi davr bu asosiy davrdir. Bunda harflarni turli shakli, ya'ni katta, kichik, yozma va bosma harflar o'rgatiladi. Bu davrda o'quvchilar tovushlarni farqlash bilan birga so'zlarni bir-biriga bog'lash, ya'ni masalan, olmas so'zini bo'g'inlarga bo'lib o'rgatish ham aynan mana shu asosiy davrda o'rgatiladi. Keyingi davr bu mustahkamlash davri hisoblanadi. Mustahkamlash davrida barcha o'rganilgan harflar, tovushlar birgalikda jamlangan holda qaytadan o'rganiladi. Bunda biz o'quvchilarga qisqa matnlarni ravon o'qish, ko'chirma matnlar, diktantlar kabi topshiriqlarni berishimiz mumkin. Bu davrda biz husn xatga va grammatik xatosiz yozish ko'nikmalarini o'rgatishga katta ahamiyat qaratamiz. Dars rejasining asosiy tarkibi. Dars rejasining asosiy tarkibiga biz sarlavha va mavzuni tanlashimiz eng birinchi bosqich hisoblanadi. Bunda biz har bir darsning aniq sarlavhasi va mavzusi bo'lishi shart. Chunki mavzu tanlash o'qituvchiga darsning asosiy maqsadini belgilashga va o'quvchilarga mavzuning qaysi tarzda dolzarbligini, uning keng ma'noda tushuntirishiga eng asosiy bosqich hisoblanadi. Shu sababli ham o'qituvchi eng asosiysi sarlavhaga va mavzuga e'tibor qaratishi lozim. Keyingi bosqich harflar va tovushlar bilan tanishtirish va so'z va gap tuzish mashqlari hisoblanadi. Bunda biz birinchi o'rinda o'sha o'quvchilarga notanish bo'lgan so'zlarni belgilab olamiz va shu asosida bolalarga notanish bo'lgan so'zlarni keng ma'noda tushuntirib beramiz. Nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarga biz kichik hikoya va bayonlar tuzish, dialog shaklidagi matnlar, o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish usullarini biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Kichik hikoya va bayonlar tuzish. Bunda biz o'quvchilarga ketma-ket bo'lgan rasmlarni taqdim etamiz. Bolalar aynan mana shu ketma-ketlikdagi rasmlarga mos tarzda hikoya va matnlar tuzishadi. Bu metodimiz orqali biz bolalarni tafakkurini, bilish jarayonlarini, intellektual salohiyatini bilishimiz mumkin. Biz o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga ham katta ahamiyat qaratishimiz lozim. Bunda biz bolalarga har xil she'rlar, topishmoqlar, matnlar, dialoglar bergan holda bolalarning og'zaki nutqini rivojlantirishimiz mumkin. Bolalarni husn-xatga o'rgatish bu nafaqat chiroyli yozish emas, balki fikrlarni aniq, tiniq, ravon ifodalashdir. Bunda biz harflar va so'zlarni to'g'ri yozishni o'rgatamiz. Husn-xatda biz yozuvdagi xatolarni kamaytirish uchun mashqlar ham olib boramiz. Bunda biz diktantlar olib bo'lgandan so'ng undagi xatolar ustida ishlash vazifasini bersaylik, unda xato qilgan bolalar so'zlarini qaytadan xato qilmaslikni o'rganadilar. Shu sababli ham biz bolalarda husn-xat jarayonida yozuvdagi xatolarni kamaytirishda asosiy vazifa deb bilamiz. Biz bolalarni savodga o'rgatish jarayonimizda lug'at boyligini oshirishga ahamiyat berishimiz lozim. Buning uchun biz yangi so'zlarni o'rgatishimiz, so'z o'yinlari, lug'at mashqlaridan foydalanishimiz hamda matnlar orqali yangi bo'lgan so'zlarni mustahkamlashimiz kerak hisoblanadi. Savodga o'rgatish metodikasida biz interfaol usullar hamda vizual materiallardan foydalanamiz. Interfaol usullarga biz rolli o'yinlar, guruhli o'yinlar, dialoglar hamda qiziqarli va jonli bo'lgan darslarni tashkil etishimiz kerak hisoblanadi. Pedagog darslarni o'rgatish jarayonida darslarni baholash hamda nazorat qilishi kerak hisoblanadi.
Bunda og'zaki va yozma testlar, nutq mashqlarini baholash mezonlari hamda o'quvchilarning individual rivojlanishini kuzatishi kerak hisoblanadi. Bunda biz og'zaki va yozma testlarda o'quvchilarning bilim darajasini muntazam aniqlab borishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, savodga o'rgatishning muvaffaqiyat kaliti bu biz izchillik va bosqichma-bosqichlilik tamoyilidan foydalanishimiz hisoblanadi. Bunda biz reja asosida tizimli va bosqichma-bosqich o'qitish, nutq va yozuv ko'nikmalarini uyg'un rivojlantirish hamda o'quvchilarni ona tiliga bo'lgan mehr-muhabbatini rivojlantirishni asosiy bosqich deb hisoblaymiz. Xulosa qilib aytganda, savodga o'rgatish bu bolalarning boshlang'ich bilimlarining poydevori hisoblanadi.